Assalomu alaykum. Dada, ben sizni bekletib yig'indim. Tezroq kelsangiz, dada. Telefonu xato qilibsiz. Bugün dersimizde temassızlar vatan mehri. Biz davetlerimiz vatan söyleyenlik, özün söyleyenlik ve bunlar da büyük dersimizden baş nişanı neyim o? Hadi bakalım ya. Baş nişanımızda. Vatan söyleyenlik, özün söyleyenlik bu. Nasıl sabılan? Nasıl bunlattın? Limonatsa? Hani sonuçta Bugün. Abadımı mı diye? ne Gelin nasıl unsur görmek halinde ya? Adaş, telefonu alamıyorum ba, sen telefonuma çıkıp durayım ya. Neçə gün bo'ldi bir kichik qiz dada deb yig'lab bu telefon qilyapti. Bu qizning ovozini ko'nglim bir yerimda. Bu telefon qanzar kishimda adash, faqat bilmay qoldim. Hey. Dada, ben sizni to'liq siyg'indim. Opamning deyishicha, bu sizning telefon numarangiz ekan. Hargiz xato emas deydi u. Dada, men bekla qiynalib ketdim. Sizni bekla siyg'indim. Opam sizni bek oldirish deydi. O'zi menga kecha kunduz qarab sizga yurib ketdi. Dada, men sizning bizni boqaman deb bek chopaliq ishlayotganingizni bilaman. Agar meni ko'rgim kelmasangiz, meni telefonni olsin bir qatim suyib qo'ysangiz bo'ldi. Dada, bo'ldi. Uzatsan. Nasıl yapayım? Men pek xush bo'ldim. Men pek baxtli. Hey. 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 Kechiring efendim. Bu kunlarda sizga ko'p og'irchiliklarni sezib qo'ydim. Aslida men sizga ishlar tugasida telefon urib kechirim so'raydigan. Bolam to'lmi bechora. Tug'ilib uzoq o'tmaydi, ustaxoraga giribdor bo'lib qoldi. Qizimning dadsiz qatnashiga o'lib ketgani uzun bo'lmadi. Bu xabarni qizimga deyishga jur'at qilolmadim. Chunki qizimdan chiqadimni hamiylik davolashga tushdi. To'lmi qiynaldi. Bu azoblar oz kelgandek, yana onamga bu xabarni deb uni azobligim kelmadi. U har qatam qattiq og'riqning azobini tortayotganda dadisini chaqiradi. Burun dadisi doim uning yonida turib, uni ilhomlantirib g'ayrat qilishga undaydi. Oxir qizimning zoriq chidamay, xohlagancha bir telefon numerini deb solgan edim. Bu da sizning telefon numerangiz ekan.